Tasavvur qiling, 1 kaloriya 1 dollarga teng bo'lganda, gamburger 300, kartoshka free 300, gazli ichimlik 150 va shirinliklar 250 dollar. Bu pullarni nima qilamiz o'zi aka? Biz uni tana ichida sarflaymiz, shundaymi? Yaxshi. Va ular tanaga kirishadi. Salom aziz do'stlarim, biz hazm qilish tizimidanmiz. Qo'rqmanglar, yaqinroq kelaveringlar. Bular menimcha pullarimizni olib qo'ymoqchiga o'xshaydi. Yo'q, uka, biz faqat hazm qilish bilan shug'ullanamiz. To'g'ri, biz hech kimdan pul olmaganmiz. Xo'sh, bu yigitlarga ishonsa bo'ladi menimcha. Fazluzlar juda ahmoq bo'ladi-da. Xo'sh, qonaqa, biz bu safar 1000 dollar foyda bilan chiqdik. Yaxshi, barakasini bersin. Sandan qancha qarzim bor edi? 150 dollar. Bu asosiy stavka va hazm qilish uchun. Mana, ola qol. Ko'rishguncha. Va qon butun tana bo'ylab maoshlarni yetkazib berishda davom etadi. Qandaysan yurak? Xizmating qancha bo'ladi? 50 dollar. Mana, marhamat. Har birimiz uchun 50 dollardan bo'ladi. Voy-o, yana kislorod kursi ko'tarildimi? Har bir bu yurak uchun 50 dollardan. Hop. Siz mendan 50 dollar qarzsiz. Mana hop, ishingga ro. Men uchun 50 dollar edi. Yaxshi aka, bu siz uchun. Menga 50 dollar, ukam uchun ham 50 dollar. Lekin hamma ishni men qilyapman-u, bu qanaqasi? Sizga qancha boshliq? 100 beraver. Baribir ko'p ishlamayman. So'ylang endi mushakvoy. Sizga qancha beray? Biz butun kun faqat o'tirdik. Shuning uchun bu safar 100 yetadi. Yaxshi, sizga ham to'landi. Xo'p, qancha qolganini ko'raylik chiqani? 200 dollar. Bu endi to'g'ridan-to'g'ri bankka boradi. Xo'p, bugun qancha mablag' kiritmoqchisiz? Triglitseridlar hisobiga 200 kaloriya qo'shib qo'ysangiz, iltimos. Juda yaxshi. Yog' to'qimasini 24 soatdan 36 soatgacha qorinda ko'rishingiz mumkin. Rahmat, kep turing. Ertasi kuni. Salom. Ko'zlarimga ishonmayman. Nahotki baliq, pirlovka, shovul va avokado janoblari kelgan bo'lsa. Yaqinroq kelinglar. Yaxshi, bugun ham 1000 dollar bilan chiqdik, lekin kletchatkani hazm qilish narxni ozgina oshiradi, og'a. 300 dollar bo'ladi. Yo xudo, uncha ko'p bo'lmasa. Qon odatdagidek maosh tarqatib boradi. Lekin bu safar mushak boshqacha miqdorni aytadi. Bugun biz 20 daqiqa yugurdik. Shuning uchun men o'zimga kelib olishim kerak. Bu safar sizdan 350 dollar. Attang, pulim yetmay qoldi-ku, do'stim. Hozir bankka borib kelaman. Shu yerda kutib turing, xo'pmi? Salom, iltimos, 200 kaloriya qarz olishim kerak. Nega endi qorindan bo'lishi kerak? Oyoqlardan olsang bo'lmaydimi yoki boshqa joydan? Ularni hammasi bo'sh aka. Aynan shu yerdan bo'lishi kerak. Mayli. Yig'i-zig'i qilmagin yana. Aytganingni beraman. Mana mushakvoy, marhamat. Kelishgan summamiz. Vau! Mazza! Endi bemalol yana yugurishga tayyorman. Xo'sh, nima ham derdik? Biznes degani shunaqa bo'ladi. Ba'zida yutasan, ba'zida esa yo'qotasan. Lekin umuman olganda biz o'sha a'zolarmiz.